Ro'za bu nafaqat ovqat va ichimlikdan, balki barcha zararli va ma'naviy poklikka zid bo'lgan ishlardan tiyilishdan iboratdir. Shu sababli ro'zani buzuvchi ishlar yemoq va ichmoq bilan cheklanmaydi. Quyidagi ro'zani buzadigan asosiy holatlar va ularga taalluqli qoidalar keltiriladi. Birinchisi, ovqat va ichimlik iste'mol qilish. Ro'zador kishi kunduzi har qanday yegulik yoki ichimlikni qabul qilsa, ro'zasi buziladi. Agar shaxs buni qasddan qilsa, u ro'zasini qayta tutgani kabi bu gunoh uchun Allohdan mag'firat so'rashi lozim bo'ladi. Ichimlik, hatto bir tomchi suv bo'lsa ham yutib yuborilsa, ro'za ochiladi. Qasddan nosvoy yoki tamaki chekish ham ro'zani buzadi. Lekin agar kishi adashib yeb qo'ysa yoki biror narsani bilmay ichsa, u ro'zasini davom ettirishi mumkin. Chunki bu holatda niyatda ro'zani buzish maqsadi bo'lmagan. Dorilarni iste'mol qilish va davolash usullari. Ba'zi hollarda tabiiy vositalar ham ro'zani buzishi mumkin. Agar insonga kuch va ozuqa beruvchi ukollar qo'llanilsa, bu ro'zani buzadi. Ingalyator yoki aerozollar. Agar bu nafas yo'llari orqali ichga o'tib ketsa, ro'zani ochadi. Quloq yoki burunga quyiladigan dori tomchilari. Agar u tomoq orqali ichga o'tsa, ro'za buziladi. Ko'zga surma surish, krem yoki moylar ishlatish ro'zani buzmaydi. Chunki bularda moddalar oshqozonga o'tmaydi. Qasddan qusish. Agar kishi o'z ixtiyori bilan qasddan qussa, uning ro'zasi buziladi va qazo qilish kerak bo'ladi. Tabiiy ravishda hech qanday harakat qilmasdan qusib yuborsa, ro'za buzilmaydi. To'rtinchisi, hayz va nifos. Ayol kishi kunduzi hayz yoki tug'ruqdan keyingi tozalanish holatiga kirsa, ro'zasi buziladi. Hayz tugagandan keyin u ro'zasini qayta qazo qilishi kerak. Jinsiy aloqa va shahvoniy holatlar. Bu masalada odam ehtiyotkor bo'lishi lozim. Ba'zi holatlar borki, ular insonning ro'zasini nafaqat buzadi, balki og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Agar kishi Ramazon kunduzi jinsiy yaqinlik qilsa, ro'zasi buziladi va u faqat qazo bilan cheklanmay, balki kafforat ham lozim bo'ladi. Uzluksiz 60 kun ro'za tutish yoki 60 kun kambag'allarni to'ydirishi lozim. Shahvoniy hissiyotlar. Agar kishi qasddan shunday yo'llarga borib, o'zini saqlay olmasa va ma'naviy tozalikka zid holatlar sodir bo'lsa, bu ham ro'zani buzadi va uning qayta qazo qilish kerak bo'ladi. Holbuki inson o'zini nazorat qilib, shunday holatlarga tushmasligi lozim. Qasddan biror narsani yutish. Odatda inson og'ziga tushib qolgan kichik narsalarni bilmasdan yutib yuborishi mumkin. Lekin quyidagilar ro'zani buzadi. Agar kishi qasddan qog'oz, tosh, gel, temir yoki o'zi ovqat deb hisoblamaydigan narsalarni yutib yuborsa, tish orasida qolgan ovqat bo'laklarini yutish, agar u 3 grammdan katta bo'lsa, agar kishi og'izdagi shilimshiq suvlak yoki burundagi shilimshiqni yutib yuborsa, ro'zasi buzilmaydi. Ro'zani buzmaydigan holatlar. Har doim ham ro'za osonlikcha buzilavermaydi. Quyidagi holatlar ro'zani buzmaydi. Bilmasdan yeb qo'yish. Bir marta eslab qolsa, ro'zani davom ettirish mumkin. Bexosdan qusish, ko'zga surma surtish yoki bo'yoqlar ishlatish. Tishlarni tish pastasi bilan yuvish, lekin yutib yubormaslik kerak. Og'iz va burun yuvish, lekin chuqur tortish tavsiya qilinmaydi. Qazo va kafforat masalasi. Ro'za quyidagi sabablarga ko'ra buzilsa, uni qayta qazo qilish yetarli. Tasodifan yoki bilmasdan yeb ichib yuborilsa, kasallik yoki boshqa uzrli sabab bilan ro'za ochsa, lekin jiddiy qonunbuzarliklar, jinsiy yaqinlik,
qasddan ro'zani buzish kabi holatlar nafaqat qazo tutish, balki kafforat ham bajarilishi kerak bo'ladi. Ro'za nafaqat og'izni yegulik va barcha ichimliklardan tiyish, balki barcha yomonliklardan, ma'naviy zaifliklardan o'zini himoya qilishdir. Inson har bir amaliga e'tibor berishi, nafaqat tashqaridan, balki qalban ham tozalanishiga intilishi lozim.